Sirdaryo viloyati soliq boshqarmasi rahbariyati tomonidan Shirin shahrida faoliyat yuritayotgan o'rta va kichik biznes subyektlari vakillari bilan ochiq muloqot tashkil etildi. Unda ishtirok etgan muxbirimiz o'z taassurotlari bilan o'rtoqlashadi. Sirdaryo viloyati soliq boshqarmasi rahbariyati tomonidan Shirin shahrida faoliyat yuritayotgan o'rta va kichik biznes subyektlari vakillari bilan ochiq muloqot tashkil etildi. Uchrashuv davomida soliq organlari vakillari mavjud qonunchilikdagi yangiliklar, imtiyozlar va soliq yengilliklari haqida batafsil ma'lumotlar berishdi. Tadbirkorlar esa o'z faoliyatlarini yanada samarali yuritish uchun yaratilayotgan sharoitlar, ayniqsa raqamli soliq tizimining joriy etilishi, onlayn xizmatlar va soliq hisobotlarini elektron shaklda taqdim etish imkoniyatlari yuzasidan o'z fikr va mulohazalarini bildirishdi. Tadbirkorlar tomonidan ilgari surilgan taklif va tashabbuslar soliq boshqarmasi rahbariyati tomonidan alohida e'tibor bilan eshitilib, ayrim masalalar joyida hal etildi. Qolganlari bo'yicha esa tegishli choralar ko'rilishi aytib o'tildi. Bugungi kunda Shirin shahrimizda kichik va o'rta biznes tadbirkorlik subyektlari 315 tani tashkil qilib, shulardan 97 tasi qo'shilgan qiymat soliq to'lovchisi, 114 tasi aylanmadan olingan soliq to'lovchilar hisoblanib, qolaversa shahrimizda 104 ta yakka tadbirkorlik subyektlari ham faoliyat yuritib kelmoqda. Shahrimizda 7 ta mahalla bo'lib, 7 ta mahallaga 6 ta soliq inspektori biriktirilgan. O'zlariga biriktirilgan mahallalarda qo'shimcha muammolarni aniqlab, tadbirkorlarimizni qonuniy ishlashlari, soliqchi tadbirkorga ko'makchi tamoyil asosida o'z yordamlarini berib kelmoqda. Uchrashuvdan so'ng hududdagi ishlab chiqarish korxonalarida bo'lgan boshqarma boshlig'i ularning muammo va takliflarini o'rgandi. Tadbirkorlar bilan ochiq va konstruktiv muloqotlar davom ettirilishi, kichik va o'rta biznes uchun moliyaviy resurslarni ko'paytirish, biznesni infratuzilma bilan ta'minlash, ichki bozorda teng raqobat muhitini yaratish, xizmatlar sohasiga yangi turtki berish va biznes uchun to'siq va g'ovlarni qisqartirishda muhim dastur bo'lib xizmat qilmoqda.